Ulan bular başlab etdik uje. Bu yakıp yaptılar bular. Ucu başlattılar bular. Suvunam saldık şuyda. Harma. Var bu. Etti. Kato başlab ettiler uje. Yakıpsılar. Yakıp verdim o. Oo, esirttim. Gürlep ettik. 100 gradus oldu gradus. Zagoyne. Teplo komfort. Hazır nomer alayım kato oldu ama. Bu hazır Trend kato. Assalomu alaykum yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Xudo xolasa bugun yana bir navbatdagi atap binamiz bitdi. Xudo xolasa bu atap binamizning instruksiyasini aytib o'tadigan bo'lsak, atap binamiz 90 kg ko'mira mo'ljallangan bo'ladi. Hozir bu uyimiz, qurilgan uyimiz 300 kvadrat bo'ladi. 300 kvadratni bu kotol bemalol qizib beradi. O'zi 350 kvadratga mo'ljallangan kotol bo'ladi bu. Tak, kotolimiz ko'mir, o'din ketaveradi. Hammasi gazdan yoqsanglar bo'ladi. Bu kotolimizni sirkulyatsiyon nasos qo'yib berganmiz. Hali lekin qo'shilmadi. Lekin uje issiq aynalib keldi. Yarim soatda aynalib keldi hammasi. Xudo xolasa ichana girib sizlarni ishlangan ishlar bilan xudo xolasa bir chetdan tanishtirib o'tib ketamiz. Do'stlar, berlar, bu uyimiz, kotolimizni uyni sirtida tashqarida, ya'ni toza qurilgan zdaniya bor. Garaj, kuxnya uchun letni kuxnyani ichiga joylashtirib berdik. Uyni pastini utuplanatib, qazib, teda qolib ketadi. Bir polni stiyachki bo'ladi. Podachimiz ham yuqoridan o'tdi. Bir polni naves bo'lib beklanib, zakriti bo'ladi berlar. Kotolimiz garajning ichine qo'yib berdik. Uydan где-то 3-4 metr uzoqlikda, sirtda tashqarida bo'ldi. Demak, yurtdoshlar, hozir uyning ichindamiz. Xudo xolasa berimiz girgan koridorimiz, darvozaxona. Berimizda 2 metrlik akvapanel batareyalarni qo'yib berganmiz. Kraniki bilan ikkinchi xonamiz zal, bera 120 lik akvapanel batareyalarni qo'yganmiz. Sistemamiz pastdan o'tgan. Bu tarafimiz kuxnya bo'ladi. Kuxnyamiz ham 160 lik akvapanel batareyalardan qo'yib berganmiz. Demak do'stlar, berimiz uzun koridor bo'ladi. Koridorimizda 2 metrlik akvapanel batareyalarni qo'yib berganmiz. Kranklari bilan chiroylatib, ustanovka etib berganmiz. Yana bir xonamiz spalniy bo'ladi. Spalniyimiz ham 120 lik akvapanel batareyalardan qo'yib berganmiz. Hozir lampochkasi kuygan ekan, pastdan o'tirganmiz, chiroylatib. Ikkinchi xonamiz ayvon bo'ladi, katta odamlar mehmonxona o'tiradigan. Bu yerdan chiroylatib, xudo xolasa 2 metrlik akvapanel batareyalardan qo'yib, kranklarni qo'yib, pastdan ketgan hammasi chiroylatib o'tirganmiz. Obratimiz ham qo'lni do'shib, tenidan o'tirib berganmiz, chiroylatib, odamning oyog'ini mishatatmaydigan deb o'tirib berganmiz bu yerlarni. Keyingi xonamiz do'stlar, zal bo'ladi, uzun mehmonxonamiz, ya'ni bu ham 2 metrlik akvapanel batareyalarni qo'yib bergan. Bu qismi giraverish, tashqaridagi giraverish obratki podach qismimiz ikki tarafga bo'linib ketgan bo'ladi. Bu yon taraf sistemasi pastdan yurilgan, bu yon taraf yuqoridan yurib ketgan. Nima uchun desang, sababi bu tarafimizda ayvonimizda girish arqa taraf eshik bor. Shu sababli yuqoridan o'tirib, eshikdan keyin pastga tushib ketgan. Berimiz sanuzel bo'ladi. Sanuzelimizda 1 metrlik akvapanel batareyalarni qo'yib berganmiz. Chiroylatib, uje qo'l pishiradi, ushab bo'lmaydi darajada qizib ketdi. Hali ko'mirning o'zida yoqilganiga 20 minut bo'ldi. Bu tarafimiz ham chiroylatib o'tib ketgan bu tarafa. Keyingi joyimiz bu ham bir kichkina spalniy bo'ladi. 120 lik batareyalarni qo'yib berganmiz. Kraniklar bilan birga. Demak do'stlar, bu xonadonimizni bundan 2-3 kun burun avval bitirib, sistemalarni, obratki podachlarni tortib, batareyalarni ustanovka etib berib ketdik. Bugun kelib kotolimiz yo'q edi vaqtida zakaz berib qo'ydik. Bugun kelib kotollarimizni qo'yib, ustanovka etib, suvlarni quyib, yoqib, qizdirib berdik. Xudo xolasa hammasi chotki. Biza galamandancha uy egasi chiroylatib, yujunlatib, oqartirib, kraskadan urib, cho'tkatib qo'ygan egasi. Uyimiz adresini bilasizlar. Shu Yonboshqalar Karsotda bo'ldi bu adresimiz. Yana Davronbekning uyi bo'ladi. Nechik Davronbek? İşlerimizden ko'ngling do'qmi? Nechik chiqdi? Qiziq rahmat, zakoniyla qizib turibdi. Biz nasos aylanib turib keldi. Biz nasos hali nasos qo'ymadik, to'g'rimi? Qo'shganimiz yo'q hali. Zakonni gap yo'q. Ustalarga rahmat katta. Sizlarga jamoamiz, yana Bunyodbek hamda Bovurjon bo'ladi. Agar
kimda kim atap yana ishlataman deb yurgan qarindosh urug' jo'rayar do'st bo'ladigan bo'lsa, tavsiya etib, xudo xolasa videoni yuborib qo'yasizlar. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirasizlar, do'stlar. Gap yo'q ustalar. Ekran tenda nomerlarimizni qoldiramiz. 1 emas, 2 emas, 3 nomerni qoldiramiz. Shularning birisi ishlab turadi, xudo xolasa. Hammangizga katta rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.